Hop, bismillah azizlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam quyosh chiqqan kunning eng yaxshisi juma kuni dedilar. Unda Odam alayhissalom yaratildi. Unda jannatga kiritildi. Unda jannatdan chiqarildi. Qiyomat kuni ham faqat juma kuni qoyim bo'ladi dedilar. Imom Muslim, Abu Dovud, Termiziy va Nasoiy rivoyatlari. Shubhasiz kunlarning sayyidi juma kuni hisoblanadi. Bu kundagi Alloh subhanahu va taoloning izni irodasi bilan duolarimiz qabul bo'ladigan, amallarimiz qabul bo'ladigan va biz uchun Eid kichkina, ya'ni hajjul masakin, miskinlarning haj ibodati hisoblanadigan ulug' kun hisoblanadi azizlar, juma kuni. Azizlar, juma kunining afzalliklaridan biri Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juma kuni duolar ijobat bo'lishligi haqida bunday deganlar: bu kunda shunday fursat borki, musulmon banda namoz o'qish uchun shu vaqt duoga keladi. Allohdan nimani so'ra, istaganini Alloh subhanahu va taolo unga nima ado etadi. Imom Muslim va Imom Buxoriy rivoyat. Xo'p, ikkinchi fazilat azizlar, Imom Abu Dovuddan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar: sizlar uchun eng xayrli kun juma kunidir. Shundoq ekan, juma kuni nima? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ko'proq salovat aytish kerak. Bu kungi salovatlar albatta Payg'ambar alayhissalomga yetkaziladi. Imom Abu Dovud rivoyati. Uchinchi, qadamlar ostidan nurlar chiqadi. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim Kaf surasini juma kuni o'qisa, qiyomat kuni uning qadami ostidan nur chiqib, osmon va falakni yoritadi va uning ikki juma orasidagi xatolari kechiriladi deb marhamat qildilar. Xo'p, masjid sari tashlangan har bir qadam nafl, ro'za va ibodatga qilingan tenglashtiriladi. Avs ibn Az radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki juma kuni g'usl qilib masjidga yo'yo borsa, juma xutbasini chalg'imasdan eshitsa va namoz o'qisa, masjid sari bosib o'tgan har bir qadam uchun 1 yillik nafl ro'za va 1 yillik nafl tungi ibodat ajri beriladi. Ba'zilar bu kunda gunohlar mag'firat etiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kim g'usl qilib, pokiza kiyim kiysa, mushkambar bilan xushlansa, masjidga shoshmasdan borsa va imom ma'ruzasini bo'lmasdan eshitsa va namoz o'qisa, u kishi uyiga o'tgan jumadan beri qilgan gunohlaridan forig' bo'lgan holatda qaytadi. Boshqa bir hadisda kim juma namozidan so'ng oyog'ini almashtirmasdan turib, quyida suralarni 7 martadan o'qisa, Fotiha, Ihlos, Falaq, Nas suralarini, Alloh subhanahu va taolo uning avvalgi va oxirgi gunohlarini kechiradi, uning mukofotlaydi. Xo'p, azizlar, yana juma kunining fazilatlaridan biri, masjidga barvaqt borgan kishi tuya qurbonlik qilgan ajriga musharraf bo'ladi. Xo'p, azizlar, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim juma kuni g'usl qilib masjidga erta borsa, bitta tuya so'ygandek bo'ladi. Kim ikkinchi vaqtda borsa, xuddi bir sigir qurbonlik qilgandek ajr oladi. Kim uchinchi vaqt borsa, xuddi bir shohdor qo'chqor so'ygandek va kim 4-vaqtda borsa, xuddi bir tovuq so'ygandek va kim 5-vaqt borsa, xuddi bir tuxum hadya etgandek bo'ladi. Imom
minbarga chiqqandan esa farishtalar xutbani eshitishga hozir bo'ladi va daftarlar yopiladi. Imom Abu Dovud, Imom Ibn Majah rivoyatlari azizlar bu hadis. Xo'p, azizlar, Masjidil Harom hududiga tashrif buyuradigan aziz ziyoratchilarimiz, albatta masjid sari ertaroq kelishlikka harakat qiling. Sabab guvoh bo'lganingizdek ko'p yo'llarni berkitib tashlaydi va faqatgina ehromdagi ziyoratchilarnigina nima qo'yishlikka, ya'ni faqat ehromda bo'lgan ziyoratchilargina nima kirisha qolishadi xolos. Endi ehromsiz bo'lgan kishilarni mana bu hudud, bu hududdan mana bu tomondan olib kirib borishadi. Va doim ya'ni ochiq bo'ladigan eshiklarga yurishlikka harakat qiling. Azizlar, bu kunlardagi yana ulug' ibodatlardan bu kunda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salot va durudlarni ko'paytirishlik kerak. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilgandek, innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Mana bu kunlarda, ya'ni Sayyidul Ayyam, eng ulug' kunlarda salovat aytishligimiz juma kunidagi odoblardan va juma kuni uchun bizlarga ta'kid qilingan ulug' amallardan hisoblanadi. Masjidil Harom hududida bo'lgan aziz ziyoratchilarimiz, Alloh taolo ibodatlarimizni oson qilsin. Bu yerda o'qilingan namoz 100 ming rakat namozga teng. Shuning uchun ham jumani dastlabki vaqtlarida kelib, oldi yetakchi qatorlardan saflarni tortib juma namozini kutib o'tirishlik, ya'ni Masjidil Harom hududida bo'lgan eng afzal ibodatlardan hisoblanadi azizlar. Xo'p azizlar, 9:51 vaqti bo'ldi soatimiz. Lekin biroz barvaqt bo'lishligiga qaramasdan ayrim yo'llar yopilgan. Ziyoratchilarni tartiblashlik uchun yoki ularni nizomga solishlik uchun faqat ehrom
libosidagi ziyoratchilar uchun ma'lum yo'llargina ochib qo'yilgan xolos. Mana sizlar ko'rib turganingizdek, guvoh bo'lganingizdek, barcha eshiklar berk. Mana shu hududlargina ochiq bo'ladi azizlar. Bu 3-chi tahoratxonadan kelgan eshigimiz, eng asosiy eshiklar. Liq to'la hojilar kirishyapti azizlar. Eng asosiy eshikdan kiryapmiz azizlar. Maşallah azizlar, odam juda ko'p. Juda ko'p. Tirbandlik. Sen kendine bak, biz iyiyiz. Babanın yanına kendine bak. Sen abini bırakmayın. Zahma. Azizlar, albatta juma kuni eskalatorlardan ham ehtiyot bo'lamiz. Bu yerda qarang, odam zichlik bilan keladi. Dikkat et, buna yürüyen merdiven. Ben yürüyen merdiven. Geldim. Yürüyün. Dikkat et, yürüyen merdiven. Yusuf, gidin. Hop, azizlar, Ka'ba muazzama oldiga tushib boryapmiz inshaalloh. Allohumma lakal hamd. Masjidil Haromda juma namozi o'zgacha birodarlar.
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وحسنة कैसे कर रहे हैं मामा ने क्या नाम रखा ड्रेसिंग में कर रहे हैं बिल्कुल चक्कर नहीं आ Azlar imom turadigan o'rin mana shu yer hisoblanadi. Allohu akbar. Hozir bir soat bordi yana.